Assalomu alaykum do'stlar. Mana navbatdagi xonadonimiz bilan boshqa bo'ldik. Xo'p do'stlar, sizlarga xonadonimizni suhbat holatini ko'rsatib o'tamiz. Ya'ni tayyor bo'lgan holatini ham bir qator ko'rsatib o'tamiz. Do'stim Odiliy bilan birgalikda boshladik bu mebelimizni. Xudo xolasa kuzatib tursanglar do'stlar. Mana bu joyimizga bir ajoyib mebel o'rnatib beryapmiz. Mana do'stlar. Xo'p, mana bunaqangi bir juda bir noodatiy chigal holatda bo'lgan aristonimizni ham chiroyli holatga keltirib berishga niyat qildik. Xudo xolasa xonadon egasiga yoqqan bo'lsa bittadan doimgidek lak podpisi ham bir ajoyib bir dizaynlar yaratib beradigan bo'ldik. Bu yerimizga ham mana mehmonxonamizni ham chiroyli holatda to'ldirib beradigan bo'ldik. Bu mebel materialiga keladigan bo'lsak, oshxona mebelimizni materiali bo'ladi. Bunisi fasad qismi akril tashdan, bu ichki korpusini rossiyskiy haqiqiy MDF akrilli materialidan qilib beryapmiz do'stlar. Kimgaki shunaqangi original ishlar kerak bo'ladigan bo'lsa, bemalol aloqaga chiqib, nomerlarni qoldiramiz, telefon qiladigan bo'lsanglar, xuddi shunaqangi sifatli mebelimizni sizni ham xursand qilib, uylari chiroyli holatga jihozlab beramiz do'stlar. Bizga ham keladigan bo'lsa, eshiklarimizga ham bir qator baho berib olasizlar do'stlar. Eshik xizmati bo'lsa ham murojaat qila olasizlar. Mana bunaqangi chiroyli eshiklarimizdan yetkazib beramiz. Ishimizga esa kuzatgan holda qo'llab-quvvatlab tursanglar, chiroyli holatga olib beramiz do'stlar. Sizlardan bittadan like, podpiska, chiroyli komment. Biz yana ishni boshlaymiz do'stlar. Do'stlar, obunachilar. Ishni nima qildingiz? Ishni boshlayapmiz. Ular davom etinglar. E'tibor uchun beramiz. Do'stimni tanigan bilganlar bo'lsa, qo'llab-quvvatlab berasizlar. Ya'ni men o'zim emas, do'stim bilan birgalikda. Do'st, mana shu chigalni yozamiz-a? Ha, inshaalloh hozir. Xo'p, endi ko'rsatamiz. Xudo xolasa. Mana do'stim ko'tarilib, bu zakazlar boshlandi do'stlar. Kech qolmaydi aloqaga chiqinglar.